721 Motorsda zo'r narxda mashinalarimizni sotuvga kelgan. Sovuqligiga, qor yog'ishiga qaramasdan bittada chiqib, baraka qilib ketadigan narxlarda qo'yamiz. 2023-yil Hyundai Elantra restyling versiyasi, kraskalari top-toza, 28 ming yurgan. Bu mashinamizni sizlarga 20.700 AQSh dollarga berib yuboramiz. Monza 1.3 turbina, 2023-yil 41 ming yurgan. 4 ta diska balon taqilgan, krugovoy tonirovkalari bor, tumanka, orqasiga garimdorlar taqilgan. Bu mashinamizni sizlarga 14.600 AQSh dollarga berib yuboramiz. Malibu Premier 2022-yil 115 ming yurgan, kraskalari top-toza, beli jemchuk rang, propan gazlari bor, 4 ta yaxshi baloni bor. Bu mashinamizni 23 ming AQSh dollarga beramiz. Dongfeng Ailus 60 Max gibrid 4 litr benzin rasxod qiladi. Men o'zim haydab ko'rdim. Krugovoy tonirovka ruxsatlari bor, 4 ta yaxshi baloni bor. Mashinamizning kraskalari top-toza, mana mana kapotning uchida qirilgan joyi bor, rasmi bor edi, olib qo'yganman. O'zim septirtirdim, Pitno. Bu mashinamizni hech qat'iy yo'q narxda 13.800 AQSh dollarga berib yuboramiz, akalar. Bosib yuboringlar. So'ng Plus gibrid 2023-yil 100 ming yurgan, oq, kraskalari top-toza, holatlari ideal, hech qanaqa ishi yo'q. Bu mashinamizni 21.200 AQSh dollarga berib yuboramiz. Malibu Premier 2021 98 ming yurgan, haqiqiy Premier metallika 21da to'rt xil rangi chiqqan, o'shalardan bittasi juda ham chiroyli rang. Bu mashinamizni sizlarga 20.500 AQSh dollarga berib yuboramiz, akalar. Bosib yuboringlar, hammasi zo'r narx. Qovun sovuqligiga qaramasdan tez kelib baraka qilib yuboradigan narxlarda qo'ydim. Bosib yuboringlar.